Avvalambor Shayx Zakirga ajoyib taqdimoti uchun katta rahmat aytaman. Men nasroniy xushxabarchi va huquqshunos olimman. Sizning taqdimotingiz biz masihiylar uchun juda ma'lumotli hisoblanadi. Biz ko'p aytgan narsalaringizga rozimiz, lekin ba'zi narsalarga rozi emasmiz. Meni sizdan so'ramoqchi bo'lgan ikkita savolim bor. Meni birinchi savolim shahodat keltirish haqida. Allohdan o'zga iloh yo'qdir va Muhammad uning payg'ambaridir deyilgan. Shunday qilib mening savolim shahodatga tegishli. O'g'lingiz avvalroq bu narsani aytib o'tganidek, musulmonlar musulmon bo'lmaganlarga da'vatni qanday qilishlari kerakligini tushuntirishiga tegishli. Va o'g'lingiz aytganidek, masihiylarning aytishicha, Qur'onda Muhammad alayhissalom 5 marta zikr qilingan. Iso ibn Maryam esa 25 marta zikr qilingan deb aytib o'tgan. Mantiqiy savol tug'iladi. Nega barcha payg'ambarlarning orasida shunday ulug' payg'ambar? Shunday payg'ambar. Birodar, bir vaqtning o'zida bitta savol bering. Agar siz juda ko'p savol bersangiz, men hammasiga javob bera olmayman. Bo'lmasam bitta savol bersam bo'ladimi? Ha, siz yana bir savol berishingiz mumkin va keyin men sizga albatta javob beraman. Bu muammo emas. Yaxshi, rahmat. Xush kelibsiz. Qanday qilib barcha payg'ambarlar orasida? Garchi Iso ibn Maryam Qur'onda Muhammaddan ko'ra muhimroq o'rinni egallagan bo'lsa-da, Qur'onda zikr qilingan nega Iso ibn Maryam yoki boshqa payg'ambar emas? Qur'onda aytilganidek shahodat faqat payg'ambar Muhammadga keltirilgan. Shu mening savolim. Juda yaxshi savol. Bizning olim do'stimiz. U nasroniy diniga e'tiqod qiluvchi va Injilning mutaxassisi. U juda yaxshi savol berdi. U shahodat keltirishimiz uchun biz quyidagi so'zlarni aytamiz deydi. Masalan, La ilaha illalloh Muhammad rasululloh, ashhadu la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh. Buni ma'nosi Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad Allohning elchisi. U juda muhim savol berdi. Va menimcha u Qur'oni Karimni biroz o'rgangan. Va u Qur'onni o'qiyotganda Muhammad payg'ambarning ismi faqat 5 marta tilga olinadi deydi. Aslida Muhammad ismi 4 marta, Ahmad ismi esa faqat 1 marta tilga olingan. Demak, Muhammad 5 marta emas, 4 marta tilga olingan. Ahmad haqida Qur'oni Karimning As-Saf surasining 61-bobining 6-oyatida zikr qilingan. Lekin Ahmad payg'ambar Muhammad alayhissalomning boshqa ismi. Shuning uchun men siz bilan roziman. Payg'ambar Muhammad alayhissalom Qur'oni Karimda 5 marta zikr qilingan. Lekin agar siz Qur'oni Karimni o'qisangiz, Iso alayhissalomning ismi 25 marta uchraydi va bu yerda birodarimiz haq. Birodarimiz haq, u mutlaqo haq. Shuning uchun uning savoliga ko'ra, Muhammad alayhissalomning ismi Qur'oni Karimda faqat 5 marta tilga olingan. To'g'rimi? Va do'stimizni aytishicha, Iso payg'ambar Qur'onda 25 marta tilga olingan bo'lsa-da, nega unda shahodat keltirish Iso payg'ambarga emas, faqat payg'ambar Muhammadga keltirilgan? Juda yaxshi savol. Agar men u bilan rozi bo'lsam, agar men u bilan Mikrofonga nima bo'ldi? Birodar, nega mikrofon ovozi bilan o'ynaysiz? Mutaxassis, audio mutaxassis, nega ovoz balandligi bilan o'ynaysiz? U nasroniy emas, ehtimol u musulmon bo'lsa kerak. Kechirasiz. Texnik musulmon bo'lsa kerak dedim. Men sizni eshitmayapman. U musulmon audio texnik bo'lsa kerak dedim. Bunisini bilmayman, lekin biz jihozlarning ko'p qismini nasroniylardan ijaraga oldik. Men audio texnikani tushunmayman, lekin jihozlarning ko'p qismini nasroniylardan ijaraga olganimizni bilaman, lekin xavotir olmang, ular yaxshi odamlar. Agar Qur'oni Karimda shahodat keltirish kimni ismi ko'p zikr qilinganiga berilgan bo'lsa edi, unda Qur'oni Karimda Muso alayhissalom necha marta zikr qilinganini bilasizmi? Siz buni bilasizmi? Bilmayman. 132 marta. Demak, bu mantiqqa ko'ra men Isoning ismini emas, balki Musoning ismini tilga olishim kerak, to'g'rimi? Lekin bizning bahsimiz hozir Muhammad va Maryamning o'g'li Iso haqida bo'lyapti. Men sizning savolingizni tushunaman. Biroq Injilga ko'ra Muso ham payg'ambar, to'g'rimi yoki noto'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Shuning uchun siz buni inkor etolmaysiz. Men sizning dalilingizga rozi bo'lmasdim. Sababi shuki, men sizning fikringizni qabul qilaman. Keyin esa Iso emas, Musoni ismini tanlash kerak bo'ladi. Lekin men bunga qo'shilmayman. Birodarimizni aytishicha, shahodat keltirishda Qur'onda eng ko'p zikr qilingan shaxsning ismini aytish kerak. Agar men bu noto'g'ri va ahmoqona gapga qo'shilsam, Muhammad alayhissalomni emas, balki Iso alayhissalomni tilga olishim kerak. Endi men sababiga o'taman. Agar siz Qur'oni Karimni o'qisangiz, odatda
Kimdir haqida gapirganda. Agar hozir shu yerda turgan odam haqida gapirsam, ismini aytish shart emas. Bu hammaga tushunarli. Ammo u bu yerda bo'lmasa, kim haqida gap ketayotganini bilish uchun ismini aytish kerak. Masalan, menga Shayx Ahmad Didat ilhom berdi. Ya'ni, agar u bu yerda bo'lmasa, gap kim haqida ketayotganini bilish uchun uning ismini aytish zarur. Shuning uchun Qur'oni Karim Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamga nozil qilingan. Qur'oni Karimda yuzlab marta yo nabiy va yo rasul tilga olingan. Lekin unda uning ismi aytilmagan. Biroq Qur'oni Karimda Iso alayhissalom haqida gap ketganda, uning nomi aks sado berishi uchun talaffuz qilinishi kerak. Shuning uchun Iso alayhissalom Qur'oni Karimda zikr qilingandi. Uning ismi albatta tilga olinishi kerak. Shuningdek, Qur'onda Muso alayhissalomning biron bir holati tilga olinsa va Muso alayhissalom Qur'oni Karimda Isoga qaraganda tez-tez uchraydi. Shuning uchun uning ismi ko'plab tilga olinadi. Bu uni balandroq yoki pastroq qilmaydi. Siz shaytonni bilasizmi? Shayton ham Qur'onda 100 martadan ko'p tilga olingan. Siz nima qila olasiz? Sizning mantiqingiz noto'g'ri. Sizning dalillaringiz mantiqsiz. Shunchaki ism tez-tez tilga olinganligi uchun odamni yuqoriroq qilmaydi. Ammo biz Iso alayhissalomni yaxshi ko'ramiz. Biz uni hurmat qilamiz va uni tan olamiz. Islom Iso alayhissalomga bo'lgan e'tiqodi va uning asosiy aqidasiga ishonadigan yagona nasroniy bo'lmagan dindir. Agar hech bir musulmon Iso alayhissalomga ishonmasa, u musulmon hisoblanmaydi va biz Iso alayhissalomni Alloh taoloning eng yaxshi elchisi ekanligiga ishonamiz. Biz u mo'jizaviy tarzda tug'ilganiga ishonamiz. Bugungi kunda ko'plab zamonaviy masihiylar bunga ishonmaydilar. Biz uning qudratli Alloh taoloning izni bilan o'liklarni tiriltirishini, shuningdek tug'ma-ko'rlarni Alloh taoloning yordami bilan davolaganiga ishonamiz. Biroq muqaddas Injil kitobida Muhammad payg'ambar nomi bilan emas, balki Ahmad nomi bilan zikr qilingan. Hamda bu Qur'oni Karimning As-Saf surasining 61-bobining 6-oyatida. Alloh taolo biz Iso alayhissalomni Isroil qavmiga elchi qilib yubordik deb aytadi. Va u sizlarga bir xushxabarni yetkazmoqchiman deb aytadi. Men mendan oldin o'rnatilgan qonunni tasdiqlash uchun keldim. Bu qonun Muso alayhissalomning avlodiga tegishli. Shuningdek, men sizlarga Ahmad ismli payg'ambar kelishini xushxabarni aytmoqchiman deydi. Ertaga mening Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam haqida Injildan ma'ruzam bo'ladi. Unda siz ham ishtirok etishingizni xohlayman. Men sizga hatto Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam ham Injilda bashorat qilinganligini isbotlab beraman. Ularning qaysi biri buyukroq ekanligini isbotlash uchun bitta misol keltiraman. Bu muqaddas Injilning Yuhanna xushxabarining 16-bob, 12 va 14-oyatlarda zikr qilingan. Bu qizil harflar bilan yozilgan. Iso alayhissalom shunday deydi: Men sizlarga hali ko'p narsalarni aytmoqchiman. Lekin hozir sizlar bularni tushuna olmaysizlar. Ammo haqiqat ruhi kelganda, u sizlarni haqiqat yo'liga boshlaydi. Chunki u o'zidan gapirmaydi, balki eshitganlarni gapiradi va kelajakda bo'ladigan narsalarni sizlarga aytadi. U meni ulug'laydi. Buni yana takrorlayman. Iso alayhissalom shunday degan: Men sizlarga ko'p narsalarni aytmoqchiman, lekin hozir sizlar buni tushunmaysizlar. Ammo haqiqat ruh kelganda, u sizlarni to'g'ri yo'lga boshlaydi deb aytgan. Kecha bir ayol bu muqaddas ruh ekanligini aytdi va men unga bu muqaddas ruh emasligini isbotladim. Ertaga bu masalani batafsil muhokama qilamiz. Bizning muhokamamiz taxminan 1 soat davom etadi va suhbatimiz muqaddas Injil kitobidagi Muhammad payg'ambar haqida bo'ladi. Shunday qilib, biz Qur'oni Karimdan va muqaddas Injildan ikkalasi ham Xudoning buyuk elchilari bo'lganligini bilib olamiz. Iso alayhissalom va Muhammad alayhissalomni. Lekin Iso alayhissalom Muhammad sollallohu alayhi va sallamdan oldin kelganlar. Va u Injilda eslatib o'tilgan. U odamlarga hozir men aytadigan ko'p narsalar bor, lekin hozir siz ularga dosh bera olmaysiz degan. Lekin haqiqat ruh kelganda, u Muhammad payg'ambarni nazarda tutadi. U sizni haqiqat yo'liga boshlaydi. Bo'lajak voqealar haqida gapirib beradi. U o'zidan gapirmaydi, faqat unga nozil qilingan narsani gapiradi va meni ulug'laydi deyilgan. Hatto Qur'oni Karimning Maida surasining 5-bobining 3-oyatida Alloh taolo qodir Alloh shunday deb aytgan: Bugun biz sizlarning diningizni to'liq va mukammal holda yetkazdik. Va sizlar uchun islom dinini tanladik deyilgan. Va men sizlarga o'z marhamatimni to'liq ko'rsatdim. Islom dinida esa oxirgi va yakuniy payg'ambar kelguniga qadar kelgan barcha payg'ambarlar faqat ma'lum bir guruh odamlar uchun Isroil xalqiga yuborilgan.
Iso alayhissalom esa Qur'oni Karimning Imron surasining 3-bobining 49-oyatida aytilishicha, u faqat yahudiylar uchun yuborilgan. Muqaddas Injil kitobida aytilishicha, Matto xushxabarining 10-bobining 5 va 6-oyatlarida Iso Masih alayhissalom shogirdlariga g'ayridinlar yo'lidan yurmanglar deydi. Ovozni oshirsangiz bo'ladimi? Iltimos birodar, mikrofonni balandroq qila olasizmi? Mikrofon ovozini oshira olasizmi? Ha, jazakalloh, endi yaxshi. Iso Masih shogirdlariga g'ayridinlarga bormaslikni buyuradi. Kimlarni g'ayridinlar deb aytishadi? Kimlarni g'ayridinlar deb aytishadi? Birodar, g'ayridinlar kimligini bilasizmi? Ha, ular barcha xalqlarda bor. Siz yana men Injilning mutaxassisman deysiz. Bilasizmi kimlarni g'ayridinlar deyishadi? Bularning barchasi yahudiy bo'lgan butparastlardir. Iso Masih alayhissalom shunday deydi: g'ayri yahudiylarning yo'lidan bormang, g'ayri yahudiylar bilan aloqa qilmang, nasroniylar bilan aloqa qilmang, musulmonlar bilan aloqa qilmang, hindular bilan aloqa qilmang. G'ayri yahudiylarning yo'lidan bormang, chunki ular Xudoning yo'lidan adashib, ruhiy jihatdan yo'qolgan qo'ylarga o'xshaydi degan. Bu degani u faqat yahudiylarga xabar yetkazishni anglatadi. Iso Masih alayhissalom Matto xushxabarining 15-bobining 24-oyatida shunday deydi: Men faqat Isroil xalqining adashgan odamlariga yuborildim. Bu Iso Masih alayhissalomning faqat adashgan yahudiylar uchun kelganligini anglatadi. Va payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam bu haqida Sahih Buxoriyda zikr qilinganini aytadilar. U yerda mendan oldingi barcha payg'ambarlar faqat o'z qavmlari uchun yuborilgan. Lekin men oxirgi payg'ambarman va butun insoniyat uchun yuborilganman deyilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimning Anbiyo surasining 21-bobining 107-oyatida shunday deydi: Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Buning ma'nosi, biz sizni butun dunyoning elchisi qilib yubordik. Barcha mavjudotlarga va butun insoniyatga rahmat sifatida, umumjahon rasuli sifatida yubordik degani. Xo'sh, aytingchi, bugungi kunda biz kimga ergashsak bo'ladi? Biz bir guruh faqat yahudiylar uchun yuborilgan Iso alayhissalomga ergashsak bo'ladimi yoki butun dunyo uchun yuborilgan rasulimizga ergashsak bo'ladimi? Aytingchi, qaysi biriga ergashsak bo'ladi? Albatta rasulimizga ergashamiz. Siz yangi nashrni o'qiysizmi yoki eskisini afzal ko'rasizmi? Iso Masih alayhissalom, men sizlarga siz tushuna olmaydigan narsani aytmoqchiman. Shuning uchun iltimos oxirgi xabarchini kuting deb aytgan. Shuning uchun Qur'oni Karimdan oldingi barcha xabarlar ma'lum bir guruh odamlarga ma'lum bir vaqtga mo'ljallangan edi va Qur'oni Karim oxirgi va yakuniy vahiy bo'lib, u nafaqat arablarga, balki butun insoniyatga yuborilgandir. Alloh taolo Ibrohim surasining 14-bobining 1-oyatida shunday deb aytadi: Alif lam ro. Bu kitob insoniyatni zulmatdan nurga olib chiqish uchun payg'ambar Muhammadga berilgan deb aytadi. Qur'oni Karimning Ibrohim surasining 14-bobining 52-oyatida butun insoniyatga murojaat qilingan. Bu oyat odamlarni ogoh bo'lishga, Allohning yagonaligini tan olishga va aql bilan o'ylab haqiqatni tushunishga chaqiradi. Hamda Qur'oni Karimning Baqara surasining 2-bobining 185-oyatida shunday deb aytilgan: Ramazon oyi, unda Qur'on nozil qilingan oy, Qur'on, bu butun insonlar uchun hidoyat, to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi, yaxshilik bilan yomonlikni ajratib beruvchi mezondir. Bu oyatdan ko'rinib turibdiki, Qur'oni Karim faqat musulmonlar yoki arablar uchun emas, balki butun insoniyat uchun yuborilgan ilohiy kitobdir. Hamda payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi va sallam ham faqat arablar uchun emas, butun insoniyat uchun yuborilgan elchidir. Ularning risolati Keniyadagi, Hindistondagi, Malayziyadagi, Saudiya Arabistondagi, AQShdagi, Buyuk Britaniyadagi va dunyoning har bir burchagidagi insonlarga mo'ljallangan. Demak, bu din, umumjahon dini, hech bir millat, irq yoki guruh bilan cheklanmagan. U har bir insonni yaxshilikka, adolatga, poklikka va yagona Allohga ishonishga chaqiradi. Shunday qilib, bu din hech qanday millat, irq yoki guruh bilan chegaralanmagan universal din hisoblanadi. Shuning uchun siz Qur'oni Karimni o'rganishingizni xohlayman. Qur'onni o'qing va o'rganing. Unda payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi va sallamning ismi ko'p marta ochiq aytilmagan bo'lsa-da, u zot ko'p joylarda bevosita zikr qilingan. Chunki Qur'on nozil bo'layotganda u zot hozir bo'lganlar. Shuning uchun Alloh taolo har safar ismini alohida aytmagan. Shu bois shahodati Allohdan keyin Muhammad sollallohu alayhi va sallamning nomi tilga olinadi. Ammo musulmon bo'lish uchun Iso alayhissalom va boshqa barcha payg'ambarlarga ham iymon keltirish zarur. Alloh bizni Qur'onni tushunadigan va barcha payg'ambarlarga ishongan bandalardan qilsin. Umid qilamanki savollaringizga javob berdim.